Hozirgi kunda dunyoda 260 milliondan ortiq inson bronxial astma kasalligi bilan yashaydi. Ularning 100 minglari har yili bu kasallikning asorati tufayli vafot etishadi. Eng achinarlisi, bunga asosiy sabab noto'g'ri tashxis qo'yilish va noto'g'ri davolanishdir. Bronxial astmaning eng xavfli tomoni shundaki, bemorlar bu kasallikni o'zida kechayotganligini juda ham kech tushunishadi. Ular o'zlarini allergiya bo'lib qoldim, shamolladim yoki bronxit bo'lib qoldim deb o'ylashadi. Aslida esa ularning nafas yo'llarida surunkali yallig'lanish jarayoni boshlanganini bilishmaydi. Yaxshi xabar shundaki, bronxial astma kasalligini hozirgi zamonaviy tibbiyot bilan birgalikda samarali nazorat qilish mumkin. Agar sizda va sizning yaqinlaringizda astma kasalligining dastlabki belgilari bo'lishi mumkin. Agar sizda yuqoridagi simptomlar kuzatilayotgan bo'lsa, unda siz bizga murojaat qiling. Erta qo'yilgan tashxis kasallikning davolanishini yana ham yengillashtiradi va oldini olishga yordam beradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.